Payg'ambar alayhisalom aytib beryaptilar, ruhlar olami bor ekan, uni barzax deydi. Ruh o'lmaydi chunki. Jasad tuproq bo'ladi do'stlar. Ruh qabz qilib olingandan so'ng saqlanadi qiyomatgacha yoki haligi qabrdagi hisob-kitobgacha. O'sha barzax olamida turganda ba'zi ruhlarning darajasi ko'tarilib qoladi, dedilar payg'ambarimiz. Boshqa ruhlar unga havas bilan boqishadi. Shunda haligi ruhni o'zi so'raydiki, "Ey Robbi ma hada?" Ey Robbim, bu daraja qayerdan yetyapti menga desa, Alloh aytar ekanki, farzanding seni yo'qlayapti. Istig'for aytayapti, duo qilyapti dedi. Ba'zi ruhlarning darajasi tushib ketar ekan. Boshqa ruhlar unga achinib boqishar ekan. Shunda haligi ruh so'rasa, farzanding jinoyat qilyapti der ekan. Shunday javob. Faqat ota-onalarga faqat farzandlarining amallari ko'rsatiladi. Yaxshisi ham, yomoni ham. Faqat yaxshisidan ular shod bo'lar ekan, yomondan ular ozor chekar ekan. Mana shu hadis, e'tiqod hadisi bu. Agar hamma odamlarda bu tushuncha bo'lsa, ota-onasini yaxshi ko'rgan bola ota-onasining ruhini qiynamaslik uchun jinoyat qilmaydi, qo'lini tortadi. Jamiyatda jinoyatchilikning oldini olish bo'yicha eng katta yordamchi omil bo'lishi mumkin birgina e'tiqod. Faqat bu e'tiqod hammada yo'q-da. Ma'lumot ham yo'q hatto hammada. Ota-onam ruhiga amalim ko'rsatiladi degan tushuncha hammada ham yo'q, bolalarda ayniqsa. Buni ota-ona albatta tushunchalar birinchi o'rinda berish kerak bolalarga.